Assalomu alaykum. Men biologiya o'qituvchisi Muhammad Yusuf Abdufattayev. Bu bizning birinchi video darsimiz. Bugungi mavzumiz ratsion ovqatlanish qoidalari bo'yicha bo'ladi. Dars davomida ushbu mavzuga doir bo'lgan bir qancha masalalarni ishlanish yo'llari bilan o'rgatib boraman. Har bir masalani oddiy va tushunarli tarzda ishlab borishga harakat qilamiz. Bugungi darsimiz birinchi dars bo'lganligi uchun qandaydir kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Ushbu kamchiliklar keyingi darslarda yopib borishga harakat qilamiz. Tayyor bo'lsak, unda boshladik. Ratsion ovqatlanishda e, oziq moddalarni parchalanishidan hosil bo'lgan energiyani uch qismga bo'lamiz. Demak, uch qismdan ikki qismi to'qima va organlarni normalash uchun sarflansa, uchdan bir qismi esa tana haroratini doimiyligini ta'minlashga sarf bo'ladi. Endi energiyani o'zi biz nimaga sarflaymiz deydigan bo'lsak, kecha kunduz davomida hosil bo'lgan energiyani bir qancha jarayonlarga sarflaymiz. Misol uchun, asosiy modda almashinuvini ta'minlash uchun sarflashimiz mumkin. Bu o'zgarmas ko'rsatkich, e, o'rtacha odamni tana vazniga qarab olingan. 70 kilogrammli odamlar uchun o'rtacha 1680 kilokaloriyaga teng. Qolgan qismi esa ovqat hazm qilishga sarflashimiz mumkin yoki ish bajarishga sarflashimiz mumkin. Endi odamni qanaqa ishlashiga, ish bilan shug'ullanishiga ham bog'liq. Ya'ni mehnat faoliyati agar jismoniy mehnat bo'lsa ko'proq, agar aqliy mehnat bilan shug'ullansa nisbatan kamroq energiya sarflaydi. Endi ovqat organizmda ikkita muhim bo'lgan funksiyalarni bajaradi. Bular birinchisi miqdor, uzr, birinchisi energetik funksiya bo'lsa, ikkinchisi esa plastik funksiyani bajaradi. Endi ovqat tarkibidagi qaysidir modda plastik funksiyani bajarsa, yana qaysidir modda energetik funksiyani bajaradi. Demak, keyingisi ratsion ovqatlanishda bir qancha qoidalar bor. Demak, asosiy uchta qoidasini biz sanab o'tamiz. Bular birinchisi miqdor qoidasi, ikkinchisi sifat qoidasi va uchinchisi rejim qoidasi. Miqdor qoidasi degani nima tushunamiz? Bir kecha kunduzda ovqatdan hosil bo'layotgan energiya organizmda sarflab yuboradigan energiyasiga teng bo'lishi zarur. Bu miqdor qoidasi. Sifat qoidasi esa bir kecha kunduz davomida iste'mol qilinayotgan ovqat tarkibida oqsil, yog', uglevod, mineral tuzlar, suv, vitaminlar va shunga o'xshagan birikmalar bo'lishi kerak. Va uchinchisi esa rejim qoidasi. Biz bir kecha kunduzda yeyiladigan ovqatni 4 qismga bo'lib iste'mol qilishimiz zarur. Rejim qoidasini tushuntirib o'taman. Ya'ni biz 4 qism degani nimani tushunamiz? 4 qism deganda o'sha nima bo'lganda ertalabki nonushta, tushlik, kechki ovqat va qo'shimcha ovqatni aytib o'tamiz. Ya'ni ertalabki nonushta bir kecha kunduzda iste'mol qilish kerak bo'lgan, organizmga kerakli bo'lgan ovqat kaloriyasini 25-30% tashkil etishi zarur. Tushlik esa kunlik ovqat kaloriyasi nisbatan ko'proq, 35-40% tashkil etishi kerak. Kechki ovqat esa kamroq bo'lgani ma'qul, maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni 25-20% tashkil etishi kerak. Qo'shimcha ovqat 15% bo'ladi. Ko'pincha o'sha qo'shimcha ovqat qaysi paytda iste'mol qilish, biz aynan o'quvchilarga nisbatan olganimizda maktabda ertalabki smenada o'qiydimi yoki kechki smenada o'qiydimi, shunga ham bog'liq bo'ladi. Faqat organik moddalarni parchalanishidan hosil bo'lgan energiyalarni ko'rsatkichlar bo'yicha olishimiz kerak. Ya'ni organik moddalar parchalanishida o'zi qarang. Biz iste'mol qilayotgan ovqat tarkibida bir qancha moddalar bo'ladi deb sanab o'tdik. Aynan shularning hammasi ham energiya hosil qiladimi deydigan bo'lsak, yo'q, bularning hammasi ham energiya hosil qilmaydi. Aynan biz uchta birikmani ayta olishimiz mumkin. Bular oqsil, uglevod va yog'lar bo'ladi. Qolgan vitaminlar, minerallar, tuzlar bular energiya, aynan ma'lum bir energiya ajratib chiqarmaydi. Lekin ularda ham o'zini vazifasi bor, lekin energetik funksiya emas. Xo'p, demak, har bitta moddani energiyalar berib keltirilgan bu yerda, ya'ni oqsil, uglevod, yog'larda, ya'ni oqsilni 1 gramm parchalanganda kilokaloriyada 4,1, kilojoyda 17,6 bo'lsa, uglevodda ham xuddi shu bir xil ikkalasidan. Yog'niki esa nisbatan ko'proq, kilokaloriya 9,3, kilojoyda esa 38,9 kilojoyni tashkil etadi. Yana bitta ma'lumot, 1 kaloriyamiz 4,2 joyga teng. Endi masalalarni ishlab ketaveramiz.
Demak, nisbatan oddiy masalalardan boshlaymiz. Ya'ni sarvar bir kecha kunduzgi ovqatini tarkibida 480 gramm uglevod, 120 gramm oqsil va 5-6 gramm tuz bo'lsa, agar shu agar rejim qoidasini quyi foizlarga amal qilib ishlanganda deyapti, tushki ovqatdan ajralgan energiyani kilokaloriyada toping. Demak, shu qismiga ham e'tibor berasiz. Nimada so'rayapti? Kilojouda so'rayaptimi? Kilokaloriyada so'rayaptimi? Shunga ham e'tibor berishimiz kerak. Dastlab qiladigan ishimiz har bitta moddani energiyasini topib olish. Demak, uglevod energiyasini topamiz. 1 grammi parchalanganda 4,1. 480 qancha qilsak, 1968. Oqsildiki 1 gramm parchalansa 4,1. 120 qancha qilganimizda 492. Yog'diki 1 gramm parchalanganda 9,3 kilokaloriya, 100 grammidan esa qancha qilsak 930 kilokaloriyaga teng bo'lyapti. Demak, uchalasini qo'shamiz, ya'ni yig'indisini oladigan bo'lsak 3390 kilokaloriyani tashkil etyapti. Demak, agar 3390 kilokaloriya energiyani hammasi tushki ovqatdan hosil bo'lganda 100% bo'lar edi. Demak, bizda tushki ovqat toza etib o'tdim. 35-40% degan, ya'ni quyi foiz 35% bo'lsa qancha qilsak 1186,5 chiqyapti. Demak, to'g'ri javobimiz C javobga to'g'ri keladi. Keyingi masalaga o'tamiz. Keyingi masala ham xuddi shu bilan bir xil, lekin bitta so'rayotgan nimasi boshqa bo'lyapti. Ya'ni bir xil o'sha hozirgidek, menimcha hamma tushundi bunga. Energiyasini topadigan bo'lsak, umumiy yig'indi 3390 bo'lyapti. Demak, shuni hammasi 100% bo'lardi agar kechki ovqatdan hosil bo'lganda. Bizda kechki ovqatni foizi qancha edi? 20-25% bo'lsa, yana bu yerda ham quyi foizni hisobga oling deyapti. Demak, 20% dan qancha qilsak 678 kilokaloriyaga teng. O'sha eski ma'lumotlardagi masalalar sal boshqacharoq edi. Endi yangi ma'lumot topib ketaverasizlar hammalaring. Ya'ni yangi ma'lumot bo'yicha kechki ovqatni 20-25% deb ketgan. Eski ma'lumot sal boshqacharoq edi. Endi keyingi masalani ko'ramiz. Keyingi masalamiz ho'p, agar deyapti to'qima va organlarda hayotiy jarayonlarni normal o'tishi va ish bajarish uchun 2660 kilokaloriya energiya sarflansa, oziq moddalarda parchalanishdan hosil bo'lgan energiya miqdorini toping. Eslatib o'taman, biz boshida aytib o'tdik, ya'ni oziq moddalar parchalanishdan hosil bo'lgan energiyani 3 dan 2 qismi to'qima organlarida normal ishlashi uchun sarf bo'ladi. Demak, bizda bu energiya qancha bo'lyapti? 2260 bo'lsa, 2260imiz 2 qism, 3 qismi qancha qilganimizda umumiy bir kunlik energiya kelib chiqadi. 3390. Xo'sh, tushunib bilayotgan bo'lsa, keyingi masalaga o'tamiz. Endi keyingi masalada davomi, masalan, davom. Endi bu yerda tana haroratini doimiylik ta'minlash uchun sarflangan energiyani beryapti. 1330. Buni qarang. 3 dan 1 qismi sarflanar edimi tana haroratini doimiy ta'minlashga? Demak, bir mana shu 1330imiz bir qism bo'lsa, 3 qismi qancha qilib umumiy energiyani topishimiz bundan ham mumkin. Demak, bunda javob to'g'ri keladi. Keyingi masalalar ham yuqoridagi masalalarga o'xshash holat bo'lgani uchun ularni ishlamayapman. Demak, sal o'zgargani bunga o'tamiz. Demak, Sevara bir kecha kunduzgi ovqat tarkibida shuncha miqdorda ekan. Endi bitta narsani hisobga oling. Yuqorida ham aytib o'tdim, faqat uchalasidan energiya hosil bo'ladi. Xolos, mana tuz va suvni hisobga olmaysiz. Energetik funksiya sifatida bularni biz olmaymiz. Bularning boshqa funksiyasi bor o'zini. Endi tana massasi 49 kilogramm bo'lgan odam 49 kilogramm bo'lgan odam ovqat hazm qilish va bir kecha kunduz davomida ish bajarishga sarflangan energiyasini toping deyapti. Qarang. Men yuqorida aytib o'tdim. 70 kilogrammli odam uchun bir kecha kunduzlik asosiy modda almashinuvini ta'minlashga sarflangan energiya 1680 kilokaloriya edi. Demak, shu energiyani biz umumiy bir kunlik bu moddalarni hosil bo'lishidan hosil bo'lgani, parchalanishdan hosil bo'lgan energiyadan ayirganimizda aynan ovqat tarkibidagi hazm qilish va kecha kunduz davomida ish bajarishga sarflangan energiya kelib chiqadi. Demak, dastlab biz bularni energiyasini topaylik. Demak, 450 grammi 450 gramm uglevod edi. Buni energiyasini topyapman. Menimcha hamma tushundi. Bu
oqsil energiyasini topyapman. 4,1 ga ko'paytirib, e, u yoqda energiyasini topyapman. Jami energiyamiz 3278 bo'ldi. Endi qarang. Biz 1680 ni olib ketolmaymiz. Nimaga? Chunki bizda tana massasi 49 kilogramm bo'lgan degani uchun. Demak, 70 kilogramm bo'lganda haqiqatan ham 1680 bo'lar edi. Lekin bizda 49 kilogramm uchun qanchani topib olamiz? 1176. Endi bu qanaqa energiya deydigan bo'lsak, bu asosiy modda almashinuvini ta'minlashga sarflangan energiya. Mana shu energiyani biz umumiy 3278 dan ayirib qo'ysak, bir kecha kunduzgi ish bajarish va ovqat hazm qilish uchun sarflangan energiya kelib chiqadi. Demak, qancha bo'lyapti bu? 2102. Demak, to'g'ri javob A javob bo'ladi. Tushunarli deb o'ylayman. Bu yana bu masalalar ham buni o'zlaring mustaqil ishlab chiqishlaring uchun beryapman. Keyingi masalamiz, demak, 9-masala sal o'zgargan ekan bu yerda. Endi bu yerda Dildora bir kecha kunduz davomida 100 gramm oqsil, 80 gramm yog' va 460 gramm uglevod iste'mol qilgan deyapti. Aynan shularni energiyasini topib olyapman. Faqat bizda kilojouda so'rayapti endi, qarang. Masala sal o'zgardi. Kilojouda so'rayapti. Boya, ya'ni yuqorida kilokaloriyada berayotgandi. Endi bu yerda kilojouda so'rayapti. Shuning uchun sababsizroq ketamiz. Demak, har birini energiyasini topib olyapman. Ya'ni oqsilni energiyasini topyapmiz. 1760, ya'ni 100 gramm oqsil bo'lsa 17,6 bo'ladi. 1 gramm parchalanganda 17,6 kilojoule energiya ajraladi. 1760. Demak, 80 gramm yog' deyapti. Yog'da ko'prog'ida, ya'ni 1 gramm parchalansa 38,9 kilojoule energiya ajrab chiqadi. 80 grammida qancha qilsak 3112. Uglevod 460 grammidan topyapman. Oqsil bilan bir xil edi. Demak, umumiy ko'rsatkichimiz 12968 kilojoulga teng bo'lyapti. Endi bizda yana bitta narsaga joyga e'tibor bering. Biomolekulalardan deyapti. Biz biomolekulalarga uchalasini qo'shishimiz mumkin. Biomolekulalarga nimalar kiradi? Oqsil, yog', uglevod kiradi. Agar shu yerda biopolimerdan deb so'raganda, unda biz yog'ni kiritmagan bo'lardik. Chunki yog' polimer modda emas. Agar biopolimerni toping deganda, 1760 ga 8096 ni qo'shib olib ketishimiz mumkin edi javob. Lekin bizda biomolekula degani uchun uchalasin ham olib ketyapman. Bu masalalar shunga o'xshagan holatda endi o'zlaring mustaqil ishlab chiqasizlar buni. Keyingisi bu masalani ko'rib chiqamiz. Ya'ni Mohira bir sutka davomida qabul qilgan ovqat ratsionida yog' va oqsil miqdori teng. Qarang, mana bu yerda yozyapman. Yog' va oqsil miqdori teng. Uglevod miqdori oqsil miqdoridan 4,5 marta ko'p. To'qima va organlarning normal o'tishi, jarayonlar normal o'tishi va ish bajarish uchun sarflangan energiya 2548 ni tashkil etsa, ovqat ratsionida uglevod miqdorini grammda va yog'ni parchalanishidan hosil bo'lgan energiyani kilokaloriyada aniqlang deyapti. Demak, buni qanday hisoblaymiz? Dastlab yog' va oqsil miqdori teng deganligi uchun mana yog' va oqsilni teng olyapman. Misol uchun 1 grammdan olishimiz mumkin. Endi xohlagan massani olishingiz mumkin bu yerda. Men 1 gramm olib ketyapman. Endi uglevod miqdori oqsildan 4,5 marta ko'p. Qarang, uglevod oqsildan 4,5 marta ko'p degani, uglevodni oqsilni massasiga bo'lganimizda 4,5 ko'p chiqadi degani. Ya'ni oqsil massasini biz 1 gramm olganmiz. 4,5 ko'paytirganimizda 4,5 gramm bo'ladi. Demak, bularni har birining energiyasini topyapman. Kilokaloriyada hisoblaymiz buni. Kilokaloriyada hisoblaganimizda umumiy yig'indi qancha chiqyapti bizda? Umumiy yig'indimiz 3822. Nima? Uzr. Bu ko'rsatkichda olayotganligi, ya'ni uchalasini qo'shib olganimizda bu
18,45 bo'lishi kerak. Bu 18,45, bu 4,1, uchalasini qo'shsak 31,85 chiqyapti. 31,85. Endi qarang, biz mana bundan, mana bu javob, mana bu narsadan topib olishimiz mumkin buni. Ya'ni to'qima organlar normal o'tish ish bajarish uchun 2548 sarflanayotgan bo'lsa, shu ikki qismga to'g'ri keladimi? Uch qismi qancha qilib umumiy energiyani topib olishimiz mumkin. Ya'ni ovqatdan hosil bo'lgan jami energiya 3822. Shundan endi biz boshqalarni ajratib olamiz. Ya'ni bu uchalasini qo'shganimizda biz shunchaki olgan massalarimizdan chiqayotgan energiyani qo'shganimizda 31,85 chiqayotganda, 31,85 bo'lganda uglevodni massasi 4,5 gramm olib oldik biz. 3822 da qancha qilsak 540. Uglevodni massasi kelib chiqadi 540. Keyingisida so'rayaptiki, yog'li parchalanishidan hosil bo'lgan energiyani toping deyapti. Ya'ni 31,85 bo'lganda yog'li parchalanishidan hosil bo'lgan energiya 9,3 chiqyapti. 3822 dan qancha qilsak 1116 degan javob chiqyapti. Ya'ni to'g'ri javob A javobga to'g'ri keladi. Xo'sh, yana bu masalalar ham yuqoridagi masalaga o'xshash g'aloy ishlab ketaverasizlar. Buni ko'rib ketaylik. Ya'ni boldir muskullari 1 minut davomida 19 kilojoule energiya sarflasa, 20 minut ish bajarish uchun qancha glyukoza sarf bo'ladi deyapti. Ya'ni 1 minut davomida 19 kilojoule sarflasa, 20 minutida qancha qilamiz? 380 kilojoule energiya sarflanyapti. Bilamizki, 17,6 kilojoule energiya sarflanishi demak 1 gramm bo'ladi. Minut uchun gramm. Ya'ni 1 grammi parchalanganda 17,6 kilojoule bo'lsa, 380 dan qancha qilsa 21,6 gramm chiqadi. Qaytarib o'taman. Ya'ni biz 1 minut ish bajarish uchun 19 kilojoule energiya sarf bo'lyapti. 20 minut ish bajarishga qancha qilamiz? 380. Endi 1 gramm uglevod parchalanganda kilojoulda 17,6 bo'ladimi? Bizda 380 kilojoule energiya bor. Shunchasidan qancha qilsa 20,6 bu gramm kelib chiqadi. Yuqoridagi masalalar ham shunga o'xshagan holat ishlab ketasizlar. Ushbu masalani ko'rib chiqamiz. Sal boshqacharoq aytganda, Temur tana massasi 70 kilogramm bo'lib, bir kunlik iste'mol qilingan uglevoddan hosil bo'lgan jami energiya 2050 kilokaloriyaga teng. Ozuqadagi oqsil va yog' miqdorlari teng. Oqsil bilan yog' miqdori teng. Uglevod miqdori ulardan 2,5 marta ko'p. Ulardan deganda oqsil bilan yog' nazarda tutyapti. To'qima va organlar normal o'tish va ish bajarish uchun sarflangan energiya miqdorini toping deyapti. Endi biz birinchi o'rinda uglevod massasini hisobga olishimiz kerak. Uglevod massasini qanday hisoblaymiz? 1 grammi. 1 grammi parchalanganda 4,1 kilokaloriyami? Bizda uglevoddan ajralgan energiya 2050 kilokaloriya edi. Shunchasi qancha qilsak 500 gramm. Demak, uglevodning massasi 500 gramm chiqyapti. Endi uglevod 500 gramm bo'lsa qarang. Uglevoddan bular 2,5 marta kam bo'ladimi? Ya'ni oqsil bilan yog'ni yig'indisidan uglevod 2,5 marta ko'p degani shu 500 grammni 2,5 ga bo'lsak, demak 200 gramm kelib chiqadi. Ya'ni oqsil bilan yog'ni miqdori 200 grammga teng deyapti. Ikkalasi yig'indisi 200 gramm. Demak, teng deganligi uchun bularni biz 100 grammdan olishimiz mumkin. Chunki bitta oqsil bilan yog' miqdori teng degan. 100 grammdan olyapmiz. 100 grammdan olyapmiz, demak, shularni endi energiyasini hisoblaymiz. Bizda uglevod energiyasi o'zi aniq. Uglevod energiyasi bizda mavjud. Endi biz oqsil bilan yog' topib olishimiz kerak. Ya'ni oqsilda energiyasi 410 chiqyapti, yog'niki esa 930 kilokaloriya. Uchalasini qo'shganimizda 2720 kilokaloriya chiqyapti. Demak, shu umumiy 3 qism energiyaga to'g'ri keladimi? 2 qismi qancha qilib to'qima organlarida
normal ishlash uchun sarflangan energiyani hisoblab topamiz. Agar tushunarli bo'lsa, keyingi masalaga o'tamiz. 39-chi masalani ko'ramiz. Azamat ovqatini tarkibida oqsil miqdori yog' miqdoridan 1,5 marta kam. Yog'dan ajralgan energiya uglevoddan ajralgan energiyadan esa 852 kilokaloriyaga kam bo'lsa, ovqatdan ajralgan umumiy energiya miqdorini beryapti bizda. 3412 kilokaloriyaga teng bo'lyapti. Azamat ovqatning tarkibidagi oqsilning massasini hisoblang deyapti. Demak, buni qanday hisoblashimiz mumkin? E'tibor bersak, oqsil yog'dan 1,5 marta kam. Demak, biz oqsil 1 gramm olsak, yog' shunda 1,5 gramm bo'ladi. Endi demak, ovqatdan ajralgan umumiy energiyani beryapti bizda 3412. 3412. Xo'sh. Endi deylik, yog'dan ajralgan energiya uglevoddan ajralgan energiyadan 850 kilokaloriya kam bo'lsa, deyapti, qarang. Biz umumiy energiyadan shu energiyani olib tashlaydigan bo'lsak, unda yog' bilan uglevodda energiyasi tenglashadi. Massasi emas, energiyasi tenglashadi. Endi 1 gramm oqsilda energiyasi qancha bo'ladi? 4,1 kilokaloriya bo'ladi. 1,5 gramm yog'ning energiyasi ko'paytirsak 13,95. Endi qarang, 13,95 bu yog'ning energiyasi bo'lsa, demak biz hozir aytib o'tdik, umumiy energiyadan buni olib tashlaganimizda yog' bilan uglevodning energiyasi tenglashib qoldi. Demak, uglevod energiyasidan biz 13,95 olishimiz mumkin. Endi umumiy yig'indini qo'shganimizda 32 kilokaloriya teng bo'lyapti. Umumiy yig'inda 32 kilokaloriya. Endi 32 kilokaloriya bo'lganda 32 kilokaloriya bo'lganda mana ortiqcha, ya'ni uglevodda yog'dan ortiqcha bo'lganini olib tashlaganimizda 2560 chiqyapti. Demak, 1 gramm, mana oqsil 1 gramm olganmiz, dastlabki massasi 1 gramm. 32 bo'lganda 1 gramm 2560 da qancha qiladigan bo'lsak, oqsilning massasi kelib chiqyapti 80 gramm. Shu holatda ishlab ketaveradi. Endi keyingi masala sharti 43-masalani ko'rib ketamiz. Ovqat tarkibida oqsil va uglevod oqsil va uglevodni massa nisbatlarini beryapti. 1, 1,2 va 1,5 ga teng deyapti. Demak, ovqatdan ajralgan umumiy energiya miqdorini ham beryapti bizda 7254 kilojoule. Oqsildan ajralgan energiya miqdorini toping deyapti. Demak, massa nisbatlari shuncha deydigan bo'lsak, deyapti masalada, biz shu massa nisbatlarini shuncha grammdan olishimiz ham mumkin. Masalan, oqsilda 1 gramm yoki yog'da 1,2 gramm va uglevodda 1,5 gramm va bularning energiyasini hisoblaymiz. Endi e'tibor beramiz, kilojouda so'ragani uchun biz bularni ham kilojouda olib ketyapmiz. Umumiy yig'indini topyapmiz 90,68. Demak, 90,68 bo'lganda, masala shartini o'qiydigan bo'lsak, oqsildan ajralgan energiya miqdorini toping deyapti. 90,68 bo'lganda oqsildan ajralgan energiya miqdori 17,6 kilojoule. Bizda umumiy energiya esa 7254,4 bo'lsa, shunchasini qancha qilamiz? Demak, 1408 kilojoulni tashkil etyapti. Qolgan masala tiplari shunga o'xshash, demak, ishlab ketishingiz mumkin. Demak, bizni kuzatishda davom eting. Barchaga rahmat. Keyingi darslarimizda energiya almashinuviga doir bo'lgan masalalarni tahlil qilib boramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.